Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Insonlarni qiyomat kunida ikkinchi marta surga nafxor bo'lgandan keyin qayta tirilib, odamlar mahsharga qarab yurib borar ekanlar, kofirlar bir ajib ko'rinishda yuradi. Ular tirilgan joylaridan mana shu tep-tekis qilib qo'yilgan yerga Alloh taoloning yomg'iri yoqqandan keyin ular xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. So'ngra ular mana shunday bir yalang'och holatda, ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar. Astagfirullah allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makana va adallu sabila. Yuztuban hollarida jahannam tomonga sudraladigan kimsalar ana o'shalar eng ahvoli yomon va butunlay yo'ldan ozgan kimsalardir. Sahobalardan biri ya Rasululloh, qana qilib odam yuzi bilan yurishi mumkin? Ya'ni inson tasavvurga sig'dira olmaydi yuzi bilan yurib borishligini. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, axir uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishga ham qodir-ku dedi. Ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lganini Alloh biladi, lekin yuzlari bilan so'diralib, yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan va bukman va summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holat qanday bo'ladi? Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. U zot kimni adashtirsa, yo'ldan ozdirsa, ular uchun unga o'zga do'st, madadkorlar topa olmassiz. Qiyomat kunida yuztuban hollarida ko'r, soqov, kar qilib tiriltiramiz. Ularning borar joylari jahannamdir. Hech har qachon jahannam o'ti susaysa, biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Dunyoda ba'zi bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa, yuragi siqiladi. Eshitlikni xohlamaydi. Ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan ochiq aytadi. Kecha bir ukamiz aytib beryapti, mashinasini to'xtatgan ekan, bir odam chiqib o'tirib, Qur'on qo'yilgan ekan, onaningni o'chirib qo'y demiş. Ya'ni ko'ring, Allohning kalomi o'qilayotsa, o'chirib qo'y deydi. O'chirib turib tushuntirsa, gapirma menga, kerak emas bu narsa deydi. Ya'ni bu qanday qalblarki, Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi. Kim bu qalblar? Allohning oyatlarini eshitganda, Allohning mo'jizalarini ko'rganda, xuddi eshitmagandek, ko'rmagandek yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka va nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz. Qala robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira. U Parvardigorim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku degan edi. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi, u ko'zi ko'r bo'lib tirilgan bandaga. Shunday, senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilarsan. Ya'ni ko'zini yumib ko'r bo'lib olgansanmi? Bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan. Ko'zlari ko'r, hollari bir xor bo'lgan, hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi. Oyatlar kelgan, kitob tilovat qilingan, mau'izalar bo'lgan, ibratlar ko'rsatilgan, lekin quloq tutgan emas. Beparvo tashlagan, qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekka tashlab qo'yiladi. Ular ko'r, kar, soqov va yuzlari bilan so'diralib boradilar. Alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi. Yawma yunfaxu fis-suri va nahshurul mujrimina yawma izin zurqa. Ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi? U sur chalinadigan kundir. U kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k, ya'ni nursiz, yuzlari qaro bo'lgan hollarda yig'urmiz. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik, rangida qarolik paydo bo'ladi. Bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati. Ular o'zaro shivirlashib,
dunyoda 10 kungina turdinglar dedilar. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdinglar dedilar. 10 kuncha turdik desa, eng aqllisi, eng to'g'ri gapni gapirayotgani bir kun turdik deydi. Insonlar mana shunday mahshargohga yiqilib kelar ekanlar, quyosh asta-sekinlik bilan pasayib yaqinlasha boshlaydi. Yaqinlashadi, 1 kilometr yoki 1,5 kilometr masofa kelib to'xtaydi. Ya'ni necha millionlagan kilometr uzoqdagi quyoshni yorug'i yerga qanaqa bir issiqlik beradi? Qanday yorug'lik, issiqlik beradi? Mana shu yorug'likda kunduzi turib qolsangiz 1,5 soat qoqish chiqib qoladi, shoptolis chiqib. Endi bu 1,5 kilometr masofa kelgandagi tasavvur qiling insonlarning ahvolini. Kuyib ketmaydi. O'lib qolmaydi, chunki o'lim yo'q endi. O'lim bir marta bo'lar edi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dunyodagi har qancha azob, mashaqqat, har qancha bir qiynoq, qattiq bo'lmasin, bitta o'lsa qutuladi inson. Lekin bu kunda o'lim bo'lmaydi. Ulardan ter oqa boshlaydi tanalaridan. Mana shu holatda ular terlariga botib turgan paytlarida mu'min kishilar o'zlarining anbiyolarining oldida ularga berilgan havuzlardan suv ichib turadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onda u kishiga berilgan mana zikri kelgan Kavsar havuzi haqida gapiradi. Inna a'toynakal kavsar fasolli li robbika vanhar. Albatta biz sizga Kavsarni ato etdik dedi Alloh taolo. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mening havuzimning uzunligi 1 oylik masofachalik uzoqlikda. 1 oyda kishi qancha uzoq masofaga bora olsa, hovuzning uzunligi shunday. Chekalari tep-tekis, ya'ni 4 burchak hovuz bu hovuz. Uning suvi sutdan oppoqroq, hidi mushkdan ko'ra xushbo'yroq, idishlari esa, suv olib ichadigan idishlari esa osmondagi yulduzlarning sanog'icha. Undan bir marta ichgan kishi hargiz chanqoq nimaligini bilmaydi. Jannatga kirganingda senga chanqoqchilik yoki och qolishlik yo'q deyapti Alloh taolo. Inson nima uchun yeb, nima uchun ichadi unda? Qorni ochmasa, ovqatdan nima yeydi? Chanqamasa, nimaga suv ichadi? Kavsar hovuzidan bir marta ichgan kishi chanqoq degan kasalni esdan chiqaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilarki, uning, ya'ni Kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq, asaldan ko'ra shirinroq, idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kishi boshqalarni tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek, boshqa ummatlarni men qaytarib turaman. Faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobalar Rasululloh bizni taniysizmi u kunda? Bizni taniysizmi deganda aytgan ekanki, ha deydi. U kunda sizlarda hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor. Nima edi o alomat? Meni oldimga tahorat izlaridan, g'urron muhajjalin holatda ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi. Tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin. Sutdan oppoqroq, asaldan shirinroq. Unda 2 tanlov bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 2 ta tanlov mana shu hovuzga suvni quyib turadi. Bu tanlovlarning boshi jannatdan chiqib keladi. Bu jannatdan oqadigan daryoki mahshar maydoniga bir hovuz bo'lib to'kilib turadi. Bu 2 tanlovni bittasi oltindan bo'ladi Rasululloh, bittasi kumushdan bo'ladi dedilar. Mana shu hovuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqoq kasalini bilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Meni oldimga qiyomat kunida men bilan zamondosh bo'lgan, ham suhbat bo'lgan kishilar keladi. Menga iymon keltirgan bo'ladi. Ular suv ichishlikka yaqin bo'lganlarida, ularga ichinglar deb izn bermoqchi bo'lib turgan paytimda, ular hovuzdan birdaniga uzoqlashtiriladilar. Uloqtirib tashashadi ularni. Shunda Parvardigoro, meni ashoblarim deydi. Meni ashoblarim deb aytaman deydi Rasululloh. Shunda farishtalar aytadi: "Ya Rasululloh, siz bular sizdan keyin nima ish qilganligini bilmaysiz. Rasulullohning ummati bo'lganlar uloqtirilyapti. Kim edi bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hajjatul Vadoda birga turib, u kishiga iymon keltirib, musulmon bo'lib, lekin Rasululloh vafot etgandan keyin dindan qaytib ketgan murtadlar bo'ladi. Ular qaytargan, ular o'zgartirganlar deydi. Shunda Rasululloh mendan keyin qaytganlar dindan,
uzoq bo'lsin. Rasululloh o'zlarini man qiladi. Demak, dindan qaytgan murtadlar kofirlar bilan birga bo'ladi. Insonlarning kutishi 50 ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar. Issiq tufayli shunday bir ter chiqib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ulardan birini terlari to'pig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri beligacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'hragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'zigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Bu kundagi holatlarning yana bittasi dunyoda boy bo'lgan, qo'lida moli davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Imom Buxoriydan, kimga Alloh mol bergan bo'lsa, uni zakotini bermasa, uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi. U ilonning zaharli tishlari bo'ladi. Ko'zining ustida ikkita qora belgi bo'ladi. Ilon egasini o'raydi-da, men seni molingman, men seni xazinangman deydi. Nimaga xazinayman deydi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyingi oyatni o'qidilar. "Va la yahsabannallazina yabkhaluna bima ataahumullohu min fadlihi huwa khayrun lahum, bal huwa sharrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, walillahi mirathus samawati wal ard, wallohu bima ta'maluna xabir." Bir aytib berishgan edi. Zakot beradigan bir muddat kelganda, mana Ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi. Eshitgan edi shu narsani. Bir domlaning oldiga bir katta bir davlatmand kishi kelib, zakot bermaslik yo'llarini so'rab surishtirgan ekan. Agar manaqa bo'lsa-chi, unda berasiz. Agar manaqa bo'lsa-chi, berasiz. Xullas 3 kun kelgan ekan. 3 kun kelib, bo'pti bermasangiz bo'lar ekan degan javobni topamasdan, estigina faloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan. Estigina. Mana ana zakot beriladigan Ramazon oyida turibmiz. Chunki mana juda ko'p savdogar odamlar, bular haqiqiy savdogar, foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi. Boshqa oilada qilingan savob bittaga yursa, Ramazonda 70 taga yuradi. Albatta Ramazonga kelib zakot berishdi, boylar o'ziga bir muddat qilib belgilab oladi. Bermaslik yo'llar qidirilyapti. Xazina deb nima aytilinadi? Mana kanz deb arab tilida ishlatilmasdan, mana bizda xazina deganda yerda taydagan narsa tushuniladi. Agar bir odam Alloh tomonidan katta bir davlatga ega bo'lgan bo'lsa, uning zakotini bermaydigan bo'lsa, bermasdan qisib qoldi, moncha pul o'zimga qoldi-ya, bersam ketib qolardi deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. Alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak. Ilon ko'rinishida, dahshatli bir katta ilon, zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi. Barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmon va yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor-ku. Bermay qo'ydimi? O'ziga qiladi. Zakot degan so'zning ikki xil ma'nosi. Uni bo'sish deyiladi, poklanishlik deyiladi. Bersang Alloh ko'paytirib beraman deyapti. Ishonmayapsanmi? O'zi asli bu pulni kim bergan edi? Alloh Karim, Alloh saxiy zot. Berib turib bir yilda bir 40 dan birini bersang, oralashib qolgan ancha-muncha shubhali narsalarni tozalab beraman, yana ko'paytirib beraman desa, yo'q deyapti. Bu zakot Alloh taologa qurbonlik qilamiz, uni go'shi, qoni, juni, yog'i yetmaydi. Allohning karimligini ko'ring. Qodir bo'lgan odam qo'y so'ysin, qonni chiqarsin, go'shini o'zi yesin deyapti yana. So'yasan, o'zing yeb maza qilasan, savobni men beraman deyapti Alloh taolo. Alloh shunaqa karim zot, lekin shuni ham qilmaydi insonlar. Uning mana shu ilon o'rab, zaharli tishlarini botirib, siqib qiynab turgandagi ahvoli 50 ming yil davom etadi. Bu hali jahannamga tushkicha bo'lgan, kutib turgandagi bo'ladigan azobi. Zakoti berilmagan boylik mana arab tilida kanz, xazina deyiladi. Agar
Bir odamning milliard puli bo'lsa, lekin zakotini berayotgan bo'lsa, bu pulini bu kanz deyilmas ekan. Kanz nima? Zakoti berilmagan pul xazina deyiladi. Nisobiga yetgan odam, faloncha so'm puli bor odam nisobiga yetdi deyilsa, shu nisobiga yetgan odam zakot bermasa, shu puli xazina bo'ladi. Chunki zakoti berilmadi. Va mana shu xazina zakoti berilmaganligi uchun ilon ko'rinishida uni bo'ynini o'rab zaharli tishini botirib turadi 50 ming yil. Shuning uchun zakot berayotgan odamlar agar puli 10 ming bo'lsa, zakot beradigan puli, shuni 11 ming deb hisoblab turib, shundan foizini chiqarsin. Haligi strahobga deb qo'yadi-yu, ehtiyot chora. Chunki bilmagan holda 5-6 so'mni yozmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun kambag'alda foydasini o'ylab turib, oshiqcha 10 ming so'mdan emas, mana 11 ming so'm hisoblab turib zakot berib qo'ying, hech qancha farq qilmaydi. Lekin adashib ketilingan bo'lsa, oshib qolgan va zakoti berilmagan pul xazina deyiladi, kanz deyiladi, qiyomatda ilon bo'lib o'raladi. Bu zakot beradiganlarga taalluqli narsa. Ozgina ko'paytirib qo'yaveringlar. Ozgina ko'paytirib qo'yinglar. O'zingizlarga beryapsizlar. Alloh taolo ko'paytirib qaytarib beradi. Imom Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bir oltin, kumush egasi agar uni haqqini ado qilmasa, u mana shu narsa u uchun olovdan bo'lgan sahifalarning tayyorlanishiga sabab bo'ladi. U bilan uning peshonalari, yonlari va ketlariga bosiladi. Mana shu o'tdan bo'lgan dazmol, o'tdan bo'lgan sahifalar yuziga, biqiniga va orqalariga bosiladi. Agar u sovib qolsa, jahannamga yana qaytariladi. Va bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishiga yana 50 ming yil davom etadi. Hayvonlari bor odam, nisobiga yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa, bu ham xuddi shu holatda bo'ladi. Inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom ettirgan bo'lamiz. Bir shingil aytib qo'yaman. Ertaga o'qiydigan narsamizdan. Dunyoda puli bilan odam nimasi bilan boshqalarning oldida kibr qiladi? Nima sababdan o'zini katta tutadi? Puli bor, yo amali bor, yo falonchilardan, yo po'kinchilardan mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida Rasululloh odam ko'rinishida yaraladi, lekin chimaradek kichkina bo'lib yaraladi deydi. Xuddi shu tepalagan, xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi. Jazo gunohni jinsidan bo'ladi. Kibr qilganmisan, xorlanasan. Chunki kibr faqat Alloh taolaga xos bo'lgan sifatlardan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.